Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va e'zozli bo'lgan dadajonim, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Ilohim yuz bahorlarni ko'ring, bizni baxtimizga, nevaralaringiz baxtiga, oilangiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Hamisha yaxshilik kunlarimizda doim birga bo'lishlik, ko'p yillar nasib ro'za aylasin. Shukronalik kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Dadajon, yoningizda turib aytadigan so'zlarni mana shu video orqali aytgan dadajon, xona so'zlarni sizni yaxshi ko'raman. Doim sog' bo'ling, baxtimga ayam bilan qo'shaqari. Sizga hamisha yaxshilik kunlarimizda bosh bo'lishingizni Allohdan so'rab qolaman. Yana bir bosh kuningiz muborak bo'lsin. Hovliga chiroy bergan boqqa o'xshab ko'rinar, chin g'amlar tilsa ham soqqa o'xshab ko'rinar. O'zi yupanch gazar u toqqa o'xshab ko'rinar. Bir o'ylagin birodar, otangdek do'st bormikan? Otang bo'lsa yorilmas, boshing doim tosh bo'lar. Boshlagan har ishingda farishtalar bosh bo'lar. Otasi bor qarimas, doim ko'ngli yosh bo'lar. Bir o'ylagin birodar, otangdek do'st bormikan? Bir o'ylagin birodar, padardek do'st bormikan?